Mahsulot qo'shishni o'rganamiz. Mahsulotlar bo'limiga o'tamiz va ekranning yuqori o'ng burchagidagi qo'shish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng yangi mahsulot qo'shish oynasi ochiladi. Bu yerda quyidagi ma'lumotlar kiritiladi. Rasm yuklanadi. Keyin esa mahsulot nomi kiritiladi. Masalan, keyin esa ustuvorlik raqami mahsulot katalogda qaysi tartibda ko'rinishini belgilaydi. O'lchov birligi tanlanadi. Dona, litr, gram va kilogram. Kerakli bo'lgan variantni tanlaymiz. Keyin esa guruh tanlanadi. Hamda kategoriya tanlanadi. Keyin esa sotuv narxi va tannarxi kiritiladi. Ma'lumotlar to'ldirgach, davom etish tugmasini bosamiz. Filiallarda mavjudlikni sozlash. Endi mavjudlik oynasiga o'tamiz. Bu yerda mahsulot qaysi filialda mavjudligini belgilang. Keyingi bo'lim tizimlar bo'yicha mahsulotni yoqish. Mahsulotni qaysi tizimlarda ko'rinishini belgilaymiz. Masalan, Telegram, veb-sayt, mobil ilova, operator oynasi. Kerakli tizimlarni yoqamiz. Va davom etish tugmasini bosamiz. Oddiy mahsulotni tanlaymiz va saqlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng shu tarzda mahsulot ro'yxatdan muvaffaqiyatli qo'shiladi. Mahsulotni tahrirlash. Mahsulotni ustiga bosib, uning barcha sozlamalarini tahrirlash mumkin. Asosiy bo'lim. O'ngdagi tahrirlash tugmasi orqali mahsulot nomi, rasmlari toifasini o'zgartiring. Narx bo'limi. Tahrirlash tugmasini bosing. Narxni yangilang. Keyingi bo'lim bu qo'shimcha ma'lumot. Tahrirlash tugmasini bosamiz. Mahsulotning miqdori va kaloriyasini kiritamiz. Va saqlash tugmasini bosamiz. Keyingi bo'lim bu pishirish vaqti. Tahrirlash tugmasini bosamiz. Minimal va maksimal tayyorlanish vaqtini belgilang. Va saqlash tugmasini bosamiz. Keyingi bo'lim bu mavjudlik. Mahsulot faolmi yoki vaqtincha o'chirilganini belgilang. Keyingi bo'lim bu tizimlarda mavjudlik. Tahrirlash tugmasini bosamiz. Mahsulot qaysi platformalarda ko'rinishini sozlang. Telegram bot, veb-sayt, mobil ilova hamda operator. Va saqlash tugmasini bosamiz. Content oynasiga o'tamiz. Mahsulot tavsifi va rasm kiritish. Tahrirlash tugmasini bosamiz. Rasmni tahrir qilish tugmasi orqali yuklang. Va saqlash tugmasini bosing.
Tavsifni o'zbek, rus va ingliz tillarida yozing. Va saqlash tugmasini bosing. Keyingi bo'lim bu integratsiya bo'limi. Mahsulot qaysi filialda mavjud bo'lishini sozlang. Kategoriyani tanlaymiz va mahsulotni tanlaymiz va saqlash tugmasini bosamiz.